Sasha akam nechaga chiqdilar, xudo xolisa? 65. 65 yoshga qilichli. 65 yosh. Qonimni ketkizasan dedilar, aytdim. Nima qoningizni ketkizib endi qizlar qarasini xohlayapsizmi dedim. Desam, suxturga qara, suxturga yering bor senin. Komediyada turgan bitgani komediya, oma jahli chiqsa, bay chiqqan uyni 1000 tanga bo'lib ketadi. Qolganini endi efirda aytamiz. Assalomu alaykum, bu o'zimizning gap. Mana shunaqa sichqonni endi 1000 tanga bo'lishdan oldin zo'rg'a to'xtatib oldim suhbatdoshimni. Voy, oldinglarmi? Ha, oldikda. Voy, qoyil. O'zbekiston xalq artisti, sevimli aktrisamiz, teatr va kino aktrisasi Mehribekjonova. Yana bir bor assalomu alaykum. Rahmat, va alaykum assalom. Ko'rdik. Xushvaqt bo'ling. Yangi yillar muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Yaxshi kutib oldinglarmi? Shukr, rahmat. Allohdan so'rayman, izli, qutli, xayrli, fayzli, barakotli kelgan bo'lsin. Har bir insonga, har bir oilaga. Ilohim, yurtimizga shunday kelsin. Ilohim. Mehr opa, taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun, lekin Sasha akamni olib kelmabsiz. Ha, men ming bor uzr so'rayman. Sasha akangiz boshqa syomkada bo'lib qoldilar-da, bo'lmasa o'zi yonimda bir palavina yetishmagan deb Yetishmay turibdimi? O'tgan gal kelganimizda mana ancha bo'lib ketdi. O'shandan beri mana taklif qilganingizga xursand bo'ldim. Doim ikkalamiz birga yurardik. Men deb nima qilgan joyimda to'ldirib ketadilar-da ular. Motivatsiya berib, kuldirib, nima qilib. Mayli, keyingi safar xudo xolasa albatta birga kelamiz. Yaratgan nasib qilsin. Xush ko'rdik, xursand bo'ldik kelganingizdan. Endi Sasha akamsiz ham siz o'zingiz bitta shaxs, o'zingiz bitta artistsiz. Lekin Sasha akam bilan bo'lsa haligi bitta degan joyimiz plus yana bir bo'ladi-da. Qo'shqanot bo'lamiz. Qo'shqanot bo'lasiz. Hozir mana aytyapsiz, uydagi gaplarni aytib beryapti-ku, biz syomkani boshlab yubordik. Sizlar sirli ekansizlar. Indamay turamizda. O'zi eng qiziq gaplar o'shanda aytiladi. Aytdim, bu yigitimiz kulib qarab turdilar deb. Opa ehtiyot bo'ling demadimi? Yo'q. O'sha uydagi bu gaplar deymiz. Mana Sasha akamni aytyapsizki, hozir Aleksandr Bekjonov, lekin jahllari chiqsa sichqonni ini 1000 tanga. Qachon jahllari chiqishini ham bilasizmi? Sezasizmi? Bilaman. Uyda tartib, sal nima bo'lsa haligi ayollar uylarni saramjon sarashta qilib yig'ishtiriladi-yu, ana shunaqa paytda jahlalari chiqib qoladi. Keyin erkak kishini o'zingiz bilasiz, oshqozonga shu qorni to'q bo'lsa, nima bo'ladi, qornilari och kelganda bir choy damlanmagan bo'lsa, yo bir ovqat tayyor bo'lmasa, agar men uyda bo'lsam, teatrdan bo'sh bo'lsam, umuman ko'chadan ishlarimdan bo'sh bo'lsam, albatta yo sho'rva qaynab turadi, yo bir ovqat qaynab turadi. Sasha akangiz aytadilar, sen tosh qaynatib bersang ham ichaveraman deydilar-da, shunaqa gaplari bor. 2-3 gaplarni miyamga muhrlaganman-da, shundan keyin xursand bo'lib yuraman. Aytaman, boringizga shukur deyman. Shunday turmush o'rtog'im bor, tushunadi meni, yonlarida yuraman. Ko'p ishlarga ulgurmayman, o'zlari qilib ketadilar. Ovqat tayyor bo'lmay qolsa, yo bir nima bo'lib qolsa, lekin men uyda bo'lsam, albatta telefon qilsalar, ko'chadan kelsalar, ovqat bormi deydilar. Albatta, men uyda bo'lsam, albatta ovqat bo'ladi deyman, darrov choy damlab, nima qilib, guringlashib, nima qilamiz. Hozir men bu telefon degan jonivor chiqqan-ku. Telefonga qarab tursam, men qara, shu telefoningni yig'ishtir. Bunday ko'zimizga qarab, yuzimizga qarab gaplashib o'tiraylikmi deydilar. Hali yana bitta gaplari bor. Odam yomon ko'rsa ham sog'inar ekan edi. Qazib qilib yurarlarda, keyin men aytaman, u yoq deb gapirsam, qo'yaver Mehri, 90ga kirganingda hammasi zo'r bo'ladi, yaxshi bo'lib ketadi deydilar. Hammaga shu shiyorda aytadilar. Xafa bo'lmang, 90ga kirsangiz zo'r bo'lib ketasiz, yaxshi bo'ladi hammasi deydilar. Bu ham bir niyatda, 90ga kirsin, ilohim hamma. O'shanday yoqmagan paytlari mana shunaqa Feruza bonu. Haligi men Sasha akamga shu fursatdan foydalanib aytmoqchiman, ming rahmat sizga. Meni yonimda har doim yordamchim, meni suyanchig'im. Biz ikkalamiz doim ko'chadamiz, syomkadamiz. Ulgurmagan ishlarimga yordamlashadilar. Bola tarbiyasi hamma yoshlikdan meni doim shu orqamda tirgagim bir suyangan tog'im, katta tog'im bo'lganlar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, har doim meni tog'im bo'lib yursinlar. Necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? Shu 85-yil to'yimiz bo'lganda sanamagan ekanmiz, qarang, 95 200 2005 2015 2025. Zo'r emasman. Men ham zo'r emasman, shuning uchun sanadim. 41 yilga yaqinda, 40 yil. 40 yilga yaqin. Chunki 2025ni kuzatdik, 2026damiz. 85-yil to'yimiz bo'lgan. 40 yil. 86-yil mana Dildoraxon qizimiz tug'ilgan. Orada yurib
teatrim jonim teatrim deb hali Zuhra, hali Layla, hali Farhod Shirin bo'lib yurib 9 yil 10 yil deganda mana Xudoyim Diyorbekni bergan. Mana shu guruchimdan xursand bo'laman shunga. Hozir nevaralar nechta bo'ldi? Nevaralar 4 ta bo'ldi. 4 ta qiz nevaramiz. Dildoraxondan katta nevaramiz 14 yosh bo'ldilar, Muxlisaxon. Hozir mana 8-sinfda o'qiyapti. Diyorbegimdan 3 ta asal qizlarimiz, Fotimaxon, Zuhraxon, Hadichaxon. 3 ta qizli bo'lgan Diyorbek. Katta bo'lishsin. Endi o'zbekning gapi bor, haligi nima edi? Mevasidan danagidan mag'zi shirin. Nevaralarga ham qarashga vaqt bo'lyaptimi? Bo'ladi, sog'inib qolamiz. Sizlar ikkalovinglar rostdan haqiqatda Sasha aka bilan uzza kun ko'chadasizlar. Qaysidir syomkada ko'ryapman, bunisida ko'ryapman, uzza kun ko'chadasizlar. Zo'r bo'lsa kerak uydagilarga, kelin poshshaga ham ayniqsa. Sizlar uyda yo'q. Kelin poshshani mana olganimizdan beri mana buni qilib qo'ying, mana bu ishimni qiling deb men hali ish buyurganim yo'q. Sasha aka bir suhbatimizda biznikida VIP deganlarda. VIP deganlar. Endi tushunishimiz qanaqa? Egizak farzandlarni tarbiyalash oson bo'lmadi. Mana ular hozir 7 yosh maktabga chiqadi, Xudo xolasa bu yil. Endi farzand tarbiyasi oson emas. Bolani boqish boshimizdan o'tgan, uni tarbiyasi, uni boqish, uni oq yuvib, oq tarab oson emas-da. Kichkina go'dakligidan kichkina bir parcha go'shtni katta qilish oson emas. Shunga qizimizni, kelinimizni tushunamiz. Hilolaxon o'zlari medik. Endi bolalar bilan qiynalgani uchun ishlamay qo'ya qol deb Diyorbek nima qilmadi? Bolalarni qarab, boqib, shularni yaxshi qarab yursang bo'ldi, kasal bo'lmasa bo'ldi deb nevaralarga albatta vaqt topishga harakat qilamiz. Biz kelsak, nevaralar bizni uyimizga kirsa, bitta hovlida birga yashaymiz. Bu tomonda hovlini mana ichini огородcha bor. Bu yoqda Diyorbek bilan Hilolaxon qizimiz nevaralar bilan, bu yoqda biz. Ular bizni uyimizga chiqsa, bayram bo'lib ketadi. Hamma yo'q shu haligi quvnoq bo'lib ketadi. Javohir, oyi, siz bu yoqda... Ha, menman. Nima? Bu yerda hech kim meni bilmaydi. Xohlagan ishimni qilib yuraman deb o'ylaganmiding? Bu yoqni qanday qilib topib keldingiz, oyi siz? O'g'lim, kasallik yashirsang, istamasda oshkor bo'ladi degan gapni ham eshitganmisan? Qing'ir yurishlaringni onam sezmaydi deb o'ylaganmiding? O'sha qishloqqa borganingda-yoq men seni ko'zlaringdan bilib olgandim. Sen ana qo'shnimiz Farhod bilan birga ishlashingni bilaman-ku. Avval ularnikiga bordim. Salomat ham meni juda yaxshi mehmon qildilar. Keyin mana shu manzilni menga aytishdi. To'g'ri kelaverdim. Ha, noto'g'ri qilibmanmi? Oyi, qo'ysangiz axir men... Bas qil. Ko'p gapirma. Hoziroq qishloqqa ketasan men bilan birga. Oyi, men keta olmayman. Menga qara, sen bu bilan qonuniy nikohdan o'tganmisan o'zi? Mana san'atda ham shu 40 yildan oshiq birgasizlar Sasha aka bilan. Qayerda o'zingiz, qayerda ular bilan birga, lekin ismlar baribir birga aytiladi. Aleksandr Bekjonov qaysi desa Mehr Bekjonovaning erida deydi. Mehr Bekjonova qaysi desa Aleksandr Sasha Bekjonov ayolida deydi. Endi bu darajaga kelishga ham osonlikcha erishganinglar yo'q. Masalan, o'ziga yarasha mehnat, mashaqqat o'tdi, turmush achu-chuchulari o'tdi. Hayotda hamma narsa badal evaziga deyiladi, nimagadir erishsang shunga to'lovi bor deyiladi. Bularning to'lovi nima bo'lgan, Mehropa? Endi hozir o'sha ikkalanglar birga tilga olinasizlar deganingizga, Sasha akangiz o'zlari gastrolga borib qolsalar yo biron bir mana shunaqa suhbatlargami, bir nimalarga, vyizlarga boramiz biz, konsertlarga teatrdan borsak, opam kelmadilarmi deb so'raydi. Aksincha, men borganimda Sasha akamsiz. Sasha akam olib kelmabsiz-da, rosa zo'r. Men o'zim ham aytdim, akam kelmabdilar deb. Men o'ylayman, Mehropa mana menda qarang, odamlarni bitta ko'rganda bila olmayman-da. Meni aldab ketish ham oson bo'ladi. Yig'lab o'tiraveraman pand yeb. Sasha akangiz lekin bilib oladilar. San deydilar, hayotda ko'p men o'rganganman-da ulardan. Hayotda ham, sahnada ham, san'atda ham menga aytadilar, "San ko'p gapirma" deydilar. "San eshit" deydilar. Eshit o'sha odamni, bilib olasan sekin. Sen ko'p gapirib tashlaysanda, ichingni gapirib tashlaysan dedilar. Ha, men nima qilay gapirgim kelsa, toshib ketaman-da ichim, aytgim keladi. Ha, aytib bo'ladigan gap bor, aytib bo'lmaydigan gap bor. Men shu
haligi xarakterim o'g'il bolalik xarakterligim uchun bilmasdan o'rtoqlarni oldida ham gapirmasam deb qo'yarlarda. Ana men tushunib olaman keyin ulardan. Bu ham tarbiyada. Albatta. Bu ham ma'naviyat, bu ham tarbiya, o'sha er xotin o'rtasidagi sir o'rtadagi. Desalar, demak, men bitta bo'lmasligim kerak, men gapirmasligim kerak deymanda, shunday nima qilaman? Ayol kishiga ko'pincha aytadi-yu, kelinlarga ham, qizim, xo'p bo'ladi oyijon, xo'p bo'ladi xo'jayin, xo'p bo'ladi dadasi desangiz, olam guliston erkak kishiga. Choy ichib oling, ovqatingizni yeb oling, xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi deyish bilan nimada? Shuning uchun itoatkorlik mana shu shuncha yildan beri xo'p bo'ladi deb kelyapman, kam bo'lganim yo'q. Endi men gap qaytarib hech qachon yo'q deb yo bir haligi tez gap qaytarib nima qilmaganman. Qachon jahli chiqadi? Qachon nimani yoqtiradi-yu, nimani yoqtirmaydi? Erkak kishini ana shu tomonini tushunib olish kerak ekan. Darrov bolalar, dadang kelyapti, anaqa eshikni ochib qo'y, dadang kelyapti, choy qo'yib yubor, dadang kelyapti deb bolalarni ham hayiqtirib turish kerak ekanda, hurmat yuzasidan. Oilada otani o'rnini ko'tarib qo'yish kerak ekanda. Bu ayolning zimmasida. Ha, ayolning zimmasida. Bu otani aytgani, aytadi-yu, otaniki o'q deydi-yu. Shuning uchun men aytamanki, er va xotin orasidagi nima bir-birini tushunmasligi, ko'zga qarab bilib olish kerak. Shu mana 40 yil yashayotganimizda, teatrda 43 yil, mana institutda 5 yil o'qiganimizda, 50 yil, 79-yil yoshgina qizaloq bo'lib kelganman Toshkentga. Ana o'sha yildan beri Toshkent qancha o'zgarib ketdi, yurtimiz O'zbekiston qanaqa chiroyli bo'lib ketyapti. Biz mana shu aeroport tomonda yashaymiz, 3-aeroport, mahalliy aeroport tomonda. Shu aeroportga uyimiz tomonga borgunimizcha shunaqa o'zgarishlar, shunaqa chiroy, shunaqa yashnayapti, ko'z tegmasin. Endi mana shunday yashnab, go'zal bo'lib gurkiragan yurtda oilalar ham yashnash kerak. Oilalar ham, er xotinlar ham bir-birini tushunib yashash kerak. Qishloqdagilarning oldida sharmanda bo'lamiz-ku. Fotima qizlarning orasiga berkitib, ko'rintirmay olib ketaman deyapti. Voy tavba-ey. Nimalarni o'ylab topadi bu Fotimenga? Xo'p deya qoling, oyijon. Bora qoling. Dadang kelsinlar, o'ylab ko'ramiz. Ma, idishlarni yuvib kelgin qizim. Ketyapsizlarmi? Qayoqqa oyijon? Globar, qizim, biz dadang bilan Guliston qishlog'iga o'rtoqlarnikiga to'yga ketyapmiz. Sen qo'rqmay o'tirgin, xo'pmi? Xo'p. Fotima o'rtog'ingga tayyorlaganmisan? Fotima kelaman degan. Xavotirlanmasdan borib kelinglar. Ha, bo'pti. Ikkalanglar zerikmay, ehtiyot bo'lib o'tiringlar. Xo'p, yaxshi borib kelinglar. Faqat eshikni quplab o'tir. Mehrapa, sizlar Sasha aka bilan sevgi, muhabbat, chiroyli anaqalar bo'lib turmush qurgansizlar. Endi ko'proq ular sevganlar, ular ko'z ostiga olganlar, shunaqa bo'lgan, o'tgan gal ko'rsatuvda aytib bergansizlar. Lekin ko'pchilik aytadi, to'ydan keyin hech qanaqa sevgi yo'q, to'ydan keyin bir-biriga ko'nikish bor xolos va bir-biriga chidash bor deydi. Endi qaysidir ma'noda to'g'ri bu ham. Bunday olib qaraganda to'g'ri. Endi Sasha akangizga qaytaman-da yana. Sasha akangiz aytadilar-ki, mana xo'jayinim aytadilar-ki, menga qara Mehri, men ko'pincha ayol kishi qulog'i bilan yuradi, meni asalim demaysiz, jonim demaysiz, unday qilmaysiz, bunday qilmaysiz, bir hazil huzul qilib orada men ham chetib o'tib ketaman-da, aytsam, menga qara dedilar. Meni asalim, jonim yuragimda, qalbimda, meni ko'zimda, qalbimda. Shunaqa asalim, jonim deydiganlar borki, u yoqda o'zini boshqa ishini qiladi-da, bu yoqda yolg'on takam asalim, jonim, unday hamma narsasini. Oilada bir ozgina kamchilik bu yoq bo'lsa ham sen noshukrchilik qilmagin. Butun meni negativ narsalardan, nimalardan qaytargan Sasha akam bo'ladi. Negativ mana shu nimalardan, fikr xayollardan darrov yomon tomonini o'ylaysan-a deydilar. Kelib qoladi-da, kelmasin miyangga, yaxshi tomonini o'yla. Yaxshi tomonini o'ylasang yaxshi bo'ladi deydilar. Erkak kishini qo'pol bo'lgan yaxshida, bunday olib qaraganda, hali yumshoqqina bo'lib, asalim, jonim deb joningni olib, u yoqda boshqa ishni qilib, bir umr seni sochingni tikka qiladigan voqealar, bir narsalar bo'lib ketmasin. Xudo saqlasin unaqalardan. Ko'z tegmasin, mana Sasha akamni tiq etgan hali bir nimalarni eshitganim. O'shani so'ramoqchi edim hali. Endi ular ham hozir ham kelishganlar, lekin yoshliklarida kelishgan yigitlar, bu yigit bo'lganlar, bo'ylari baland, ko'rkam. Endi nima deydi? Odammi deydi?
odamni ichini bilib bo'lmaydi deydi. Ichimiz ko'zimizga chiqadi-yu, yuzimizga. Mana biz rol o'ynaymiz, birinchi bunday yurakdan o'tkazib, qalbdan o'tkazib, yuzimizga mimikalar orqali holatlarimiz chiqadi-yu, ko'zimiz. Odamni ichini bilib bo'lmaydi. Odam mo'jizada. O'ylamagan odamingizdan bir anaqa yomonlik chiqib qolishi mumkin. O'ylamagan odamingizdan qandaydir yaxshilik kelib qolishi mumkin. Bu ham Allohning inoyatida. Yana bilmayman. Men ishonaman ularga. Ishonaman. Hozir mana er-xotin o'rtasidagi nimalar bo'lyapti-yu, gaplar. Ishonaman ularga. Lekin men hali tiq etgan bir nimalarini, biron bir ayolga yomon ko'z bilan qarab nima qilganlarini men ko'rganim ham yo'q, eshitganim ham yo'q. Lekin chiroyli, o'zbekona, ro'mollari yarashgan, kiyimlari o'ziga yarashgan, chiroyli nimalarni ko'rsalar, albatta gapirib o'tadilar. Ekranda, televizorda ko'rsalar, mana qara, qanday yarashibdi o'zbekona. Mana shu aktrisaga, mana Gollivudga borsa ham o'ynab ketaveradi shu aktrisa. Bir ikkita o'zlarini yaxshi ko'rgan aktrisalari bor. Endi men ham yaxshi ko'rgan aktrisalarimanmi, bilmayman, lekin buni Sasha Kez bilan o'ynaganimizda shunaqa qiziq-qiziq voqealar nimalar bo'ladi. Lekin vokalni juda yaxshi tushunadilar, ovozni juda yaxshi tushunadilar. Mehriba, siz yaxshigina qo'shiq aytasiz. Ha, men qo'shiqchi bo'laman deb kelganman o'zim. Nimaga? Keyin bu ishni juda haligi nima deydi, orqada qoldirdingiz-da. Orqada qoldirdim. Orqada qoldirganimning sababi mana yuqorida gaplashib kelyapmiz. Men teatrda katta-katta rollar o'ynaganman. U rollardan bo'sh bo'lmaganman men. Ketma-ket katta o'sha bosh qahramon rollarni o'ynaganman. U rollarga katta ovoz kerak edi-da, Dovudiy katta ovoz kerak. Men endi o'zimni u yoqqa bu yoqqa lekin aytaman, harakat qilib u yoqda ham bu yoqda ham tepating olib ketganimda bo'lardi-yu, charchab qolardim-da. Sasha Kez aytadiki, biz deydilar, mehri deydilar, Alloh yuqtirgan, masalan bizga 100% yuqtirgan bo'lsa deb hisoblasak, o'shani 50%ni ishlatyapmiz xolos. 50% uchun javob beramiz. Nimaga ishlatmayapsan deydi doim. O'shanday gapda men ko'proq nimada band bo'lganman. O'shanda band bo'lganimda ham bir 5-6 ta 10 tacha qo'shiqlar yozdirib qo'yganman. Bor, fonotekada bor, Mehribekjonova kuylaydi deb nima qilishadi. Bor. Yoshlik paytidagi ariyalar, boshqalar nimalar. Lekin Toshkentga shu konservatoriyaga qo'shiqchi bo'laman deb kelganimda, hali bir milliy asbobda chalish kerak, cholg'u asbobini deyishgan. Voy, doira chalishni ham bilmayman-ku men deganmanda, qo'rqqanmanda, keyin teatr va rassomlik san'at institutiga kirib ketganman. Mehriba, nimadir aytib bering. Ma'qulidan, o'zingiz xohlaganingizdan. Mayli, xo'p. Alloh bergan ovozni olib ketmayapti. Ayting, hech bo'lmasa shu yerda ayting. Aytib beraymi yigitlar? Aylanib ketay. Xo'p, sizlar so'raysizlar, men yo'q deymanmi? Beqasam tonlari kiyib buncha mani küydürasan, her zaman da bir karanıp vay bir acel öldürasan, bir acel öldürasan. Bizda mana shu teatrda qo'shiq kuylaydigan umuman bilmadim-ku, past notadan aytib qo'ysak yuragimiz siqilib ketadi-da. Topolmay qoladi, odam baqirib aytib o'rgisi keladi. O'sha baland pardalarda, avj pardalarda kuylab o'rganganmizda, o'shaning uchun nima bo'lib qoladi-da, odam nimalarda, qurultoy konsertlarida mehnat tahlil qildi obod, kalxoz dashtini gul bog'lar, guliston bo'ldi sahrolar, uchalmas endi hech zor. Ana shunaqa baqirib aytganimda, yana past aytdim. Bundan ham baland aytganmiz. Bundan ham balandmi? Ha, Maqsad Yunusova bilan hozirgi shu kursdoshim Maqsad opam bilan aytganmiz qurultoy konsertida. Endi biza o'sha konsertlarni ham guli bo'lganmizda, o'sha paytlarda. Men maqtanib bemalol aytaman. Nechinchi yillar 79-yil kelgan bo'lsak,
ana shu 80-yillarda shu konsertlarda chiqib bebog'chalarni aytib ovozlar jarang juring endi bitta marojnani yeb ketib borib katta rollarni o'ynab yuraverganman. Hozir endi o'zimiz tayyorlab qo'yganmiz. Voy, tomog'imga sovuq suv ichmay, muzdek narsa ichmay, voy ehtiyot qilay deb. O'shanda oldin ovoz yoshlikda sal ingichkaroq bo'ladi-yu. Mayinroq, ingichkaroq. Hozir sal yo'g'onlashgan. Govdaga qarab yo'g'onlashgan. Ha, munosib bo'lish kerak, mutanosib bo'lish kerak, hammasi to'g'ri. Hali aytdingiz, xatolarni ham tan olish kerak-da, tan olish mardlik dedingiz. Hayotdachi qaysi xatoyingiz sizga haligi bilmadim, balki katta xatodir, balki kichik xatodir. Uzoq yillar davomida sizga o'git bo'lib, shuni endi qaytarmayman deb o'zingizni o'zingiz nazorat qilib kelgansiz. Endi bu gapim bilmayman, yaxshimi, yomonmi? Aytishgan-ku, yaxshilik qil, daryoga ot. Bilsa baliq, bilmasa xoliq. Men bir 2-3 marta pand yegan joylarim bo'ldi yaxshilik qilib. Hali qattiq bo'lsa ham aytaman, inson yaralibdiki, hammani xarakteri har xil. Non ko'r deymizmi yo yaxshilikni bilmaydigan ta'riflashga ham men so'z topa olmayman-da. O'shanday odamlar bo'lar ekanda. Meni hayotimda shunaqa odamlar uchradi. Demak, yaxshilik qilishga ham me'yori bormikin? Ha, Mehropa? me'yori bor ekanda shuni. Me'yori bor ekan. Gaplar bor, ey, yaxshilikni bilganga qilish kerak deydi-yu. Bilib bilmay yaxshilik qilgan paytlaringiz bo'ladi, lekin bilib turib yaxshilik qilganingizda nonko'rlik qilsa, u manabatingizga tegadi. Manabatimga tekkan joylari bo'lgan, qon yig'lagan paytlarim bo'lgan, lekin hammasi orqada qoldi. Hayot davom etyapti. Uni Alloh o'zi u yoqqa borganimizda sarf hisobini qilaveradi. Kelin, uncha kelishingiz qiyin bo'ldi. Dadangiz ancha vaqt kutib qoldilar-a sizni. Qayerdan kelyapsan? Shifokordan dada. Bechora kelinim rosa eriga bog'langan ekanda. Chidashi qiyin bo'lyapti. Aslida hech birimizga oson bo'lmayapti, Xudo. Obijonimni endi bu uylarga kelib, onalarning onasi deb erkalashlarini eslasam, yuraklarim ezilib ketyapti. Eng yaqiningiz kim haligi hamma narsani bemalol ochiq gaplasha oladiganingiz? Bormi shunaqa odam? Dugonangizmi? Endi dugonalarim bor, shu kursdoshlarim, nimalarim, o'rtoqlarim, teatrda ham o'rtoqlarim. Men bilasizmi, anaqa ko'proq katta ustozlar bilan yurganman-da. Teatrda ham pardozxonaga, o'sha 12-xonaga ustozim Baxtiyor akam, Xudo rahmat qilsin, Baxtiyor Ixtiyorov, O'zbekiston xalqasida joylari jannatda bo'lsin. Mana shu xonada kiyinasan ustozlar bilan, shu xonada pardoz qilasan deb olib kirib qo'yganlar. O'sha xonada mana 43 yil bo'layotgan bo'lsa, o'sha xonada kattalar bilan birgaman. Bitta grimyorkada, hali ham. Ha, hali ham o'sha bitta pardozxonada o'rtoqlarim bilan birga rol o'ynaymiz, gaplashamiz, o'tiramiz, boshqa qilamiz, nima qilamiz. Endi bilmasam kimga ko'proq ishonib. Yo'q, faqat ishxonada emas, masalan, hayotda balki qo'ni-qo'shningizdir, balki opa-singil day bo'lib ketgan insonlar bo'ladi-yu. Bor, opa-singilday bo'lib ketgan. Ko'proq qizim bilan nima qilaman ko'proq. Ha, qizim dugonaday bo'lib qolar ekanda keyin. Dildora qizim bilan nima qilaman. Juda dobrida, u juda bir anaqa ko'pchilikdan eshitganman, qizingiz shunaqa yaxshi. Bu eshitish menga ham juda anaqada приятный deydi-yu. Yoqimli albatta. Yoqimli-da, ha, qizimni ham rosa maqtab gapirishadi. Bir nimada Ziyoda qo'shiqchimiz o'sha sizni ko'rsatuvingiz bo'lardi. Rosa xonandalarni olib chiqqansiz, o'sha ko'rsatuvda Ziyoda aytgandi, agar otanglar hayot bo'lsa, quchoqlab o'pib olinglar, onanglar hayot bo'lsa deb nima qilgan edi. Dildora kelib quchoqlab, Diyorbek quchoqlab o'padi, nevaralarim nima qiladi. Shuni gapi esimga tushaveradi. Aytaman, onajonim uzoqda bo'lganlar, Namanganda ko'p quchoqlab o'pib olmagan ekanman deyman. Boshlariga borsam ham gapirib kelaman. Onajon, meni tashlab ketdingiz. Bag'rilarimga bosib quchoqlab to'yib olmaymanmi sizga? Uzoqdaligingiz bo'lib qolganda, meni uzoqdaligim bo'lib qolgan. Mehringizga ko'p ham to'y olmaganman deb gapirib, yig'lab kelaman. Shunga
aytaman ota-onasi hayotlari quchoqlab ko'rishib o'pib olinglar. Tirikligida qilinglar. Muruvvatni, mehr-oqibatni tirikligida qilinglar. Men onajonim haqida o'sha qo'shiq nima qilganmanda, uni ham o'sha Qahramon Komilov yozib berganlarda, har doim ona haqida aytingsalar shuni nima qilardim. Kunlar o'tib borar sizdan olisda. Sog'inchlar dilimda qoldirmoqda iz. Sizni ko'rgim kelar har kun ming bora. Mening bu dunyoda eng yaqinimsiz. Onajon, poyingizga to'shay umrimni. Kiprigimda to'say gar kelsa xazon. Siz uchun ko'taray azob tog'ini. Sizdan qarzim qanday uzay onajon. Sizdan qarzim qanday uzay mehribon. Bizni omon asrar duolaringiz. Ota-onalaringizni duolarini olib qolinglar. Aziz yoshlar, hurmat qilinglar. Har doim mehrli so'zlaringizni ulardan ayamanglar. Sizlardan iltimos ota-onani hurmat qilinglar. Rahmat. O'zbekiston xalq artisti, sevimli aktrisamiz, el ardog'idagi san'atkor Mehri Bekjonova bo'ldilar suhbatda. Mehri opa, tashrif uchun rahmat. Hammasi suhbatdan bir tekisda chiroyli va uni kulminatsiyasini, uni finalini ham shundoq chiroyli chizib berdingiz-da hozir. Hammasi suhbat jarayonimizda. Men bilasizmi, kelayotganimda o'zi har doim rol o'ynashga ketayotganimda ham, bir joyga ketayotganimda ham qanday bo'larkin-a? Bir ichimdan qandaydir bir ta'siri bo'ladigan, xalqqa bir foydasi tegadigan gaplarni gapira olarmikinman? Shu rolimda yaxshi o'ynay olarmikinman deb hayajonlanib kelardim-da. Bugun ham hayajonlanib keldim. Sizni ko'rdim-u, ichimda hali yana ko'p gaplarim bor. U gaplarim qoldi, keyingi ko'rsatuvlarga Xudo xolasa. Omonat. Xudo xolasa, taklif uchun katta rahmat. Meni hozir quralash gapirdik hammasini. Meni bolaliklarimga qaytardingiz, onajonimni eslatdingiz. Qarindosh-urug'larni esladim, ustozlarni esladim. Men o'zimcha aytaman-da, mana xo'p Mehri Bekjonova. Mayli, Alloh qancha umri bersa, o'sha umrda yashaymiz. Mazmunli bo'lsin, izli bo'lsin, iloyim orqamizdan bir iz qoldirib. Xursand bo'laman. Mendan keyin ham shu Mehri Bekjonova degan bir aktrisa bo'lardilar. Mana Farog'at ayalarimizni gapiramizda, E'tibor opalarni, ustozlarni gapiramiz, Maryam Ixtiyorova opalarimizni gapiramizda, undoqdilar. Meni ham shu gapiradiganlarim bo'lsin, orqamdan eslaydiganlarim bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat jonim, rahmat. Taklif uchun katta rahmat. Sizni juda ham yaxshi ko'rdim. Bugun yana ham yaxshi ko'rdim. Meni ko'ngillarim tog'dek ko'tarildi siz bilan suhbatlashib. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Siz hali bu xalqqa ko'p xizmat qilishingiz kerak. Xudo xolasa. Ha, xizmatlaringiz bor hali. Qarzdorman hali. Hali qarzdorsiz. Hali yana chiroyli qo'shiqlar. Chiroyli qo'shiqlar aytilishi kerak, chunki qilinmadi, aytilmadi vaqtida. O'shalarni haqqi chiqarilishi kerak. Sasha aka bilan birga piru badavlat bo'lib, mana xalqi elli ardog'ida sizlar. Boringlarga shukr. Sizlar uchun tanamda jonim bor ekan, Xudo xolasa umrimda oxirigacha chiroyli rollarim bilan, qo'shiqlarim bilan, xo'jayinim bilan, Sasha aka bilan albatta xizmat qilaman deb va'da beraman. Alloh umrimizni ziyoda qilsin. Xonadoninglarda yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Yangi yilinglar kirib kelgan muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. O'zbekiston xalq artisti Mehri Bekjonova. Bu o'zimizning gap. Omon bo'ling.